Mana bu tepadagi rasm 11 yoshli qiz rasmi. Uni 14-15 yoshli bolalar zo'rlab, keyin o'ldirib, musorxonaga tashlab ketishgan. Men bu qiz onasini videosini o'sha qancha chinqirib yig'layotganini adashmasam bir yilcha avval ko'rgandim va tegishli chora ko'rilsa kerak deb turib o'tkazib yuborgandim. Hozir yana bitta bolam videosida chiqib qoldi bu. Eshitib ko'rib to'g'risi ko'nglim juda behuzur bo'ldi. Chunki ikkita bolaga o'sha 12-13 yildan jazo berilibdi. Bittasiga 2 yillik oddiy uy qamoq berilibdi. O'shandan ham u bola Moskvaga qochib ketibdi, Moskvada yuribdi ekan. O'z profiliga kirsanglar, sizlar ham onaning holatiga juda achinasizlar-da. Pasligi tushsanglar juda yig'lagan, kechasilab ham ko'chada yurgan holatlar bor-da. Ham ezilib ketasizlar, yig'lab borasizlar, chunki bu ужасный holat-da. 11 yoshli bir ayolni qanaqa bir orzu-niyatlar bilan o'stirgan qizi, yana o'lik holati, bir chiqindi holatda musorkadan topilishi bu juda dahshatli, vahshiyona holat. To'g'risi, u ayol bu choradan ko'nglari to'lmagan ekan. Va avvalambor sabr toqat tilayman ularga.